O'zbekiston kinematografiya agentligida Milliy tiklanish demokratik partiyasi hamda O'zbekiston Milliy kinofondi hamkorligida milliy kino merosini saqlash va raqamlashtirish mavzusida davra suhbati tashkil etildi. Tadbirda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, partiya vakillari, kino san'ati mutaxassislari hamda madaniyat va arxiv sohasi ekspertlari ishtirok etdilar. O'zbekiston Milliy kinofondi davlat muassasasi 2005-yilda tashkil etilgan bo'lib, u mamlakatimizning kino merosini saqlash, tiklash va raqamlashtirish bilan shug'ullanib keladi. Bugungi kunda fondda 1500 dan ortiq elektron formatdagi filmlar, 10 mingga yaqin kinotasvirlar hamda yuzlab hujjatli va animatsion filmlar bor. Ularning barchasi milliy kino san'atining bebaho boyligi hisoblanadi. Shu bilan birga ayrim texnik va infratuzilma muammolari sababli ularni saqlashda jiddiy xavflar mavjud. Bugungi tadbir mana shu masalalar muhokamasiga bag'ishlandi. Kino bu bizning moddiy boyliklarimizdan biri hisoblanadi va bugungi kunda uni mana qanaqa kitoblarni, tarixiy qo'lyozmalarni yoki qaysidir madaniy obyektlarimizni saqlaganimiz kabi bizni milliy kino arxivimizni ham xuddi shunaqa saqlash juda ham muhim hisoblanadi. Faqatgina kinoda shunaqa bir katta kuchli instrument borki, bu ong ostiga ta'sir qiladigan, bizni ma'naviyatimizni, madaniyatimizni ko'zgusi qilib, shundoq aholiga, xalqqa yetkazib beradigan ko'rgazmali bizni qurolimiz hisoblanadi. Juda ham ko'p bizning tarixiy filmlarimiz bor ekanki, bugun ularni ko'rish imkoniyatiga ega emasmiz va ular qanchalik saqlanyapti degan masalada biz suhbatlashdik. Biz aynan nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak degan masala ko'tarildi. Biz xalq vakili deputatlar sifatida birinchi navbatda mana shu sohadagi normativ huquqiy hujjatlarni, ya'ni qonunlarni inventarizatsiya qilib, undan keyin unga qonuniy yechimini topish va bu orqali keyinchalik oldinga siljish mumkin ekanligi haqida suhbatlashdik. Tadbir davomida soha mutaxassislari tomonidan bir qator taklif va tashabbuslar ilgari surildi. Jumladan xorijiy tajriba asosida zamonaviy skanerlash va restavratsiya qilish uskunalarini joriy etish orqali raqamlashtirish jarayonini tezlashtirish zarurligi aytib o'tildi. Har yili 50-60 ta filmni raqamlashtirish rejalashtirilgan bo'lib, 5 yil ichida barcha kino tasmalari elektron formatga o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, yagona ma'lumotlar bazasini yaratish va uni kinematografiya agentligi axborot tizimiga integratsiya qilish taklifi ilgari surildi. Bugungi tadbirdan asosiy maqsadimiz Milliy tiklanish partiyasi bilan kinematografiya agentligi hamkorligida O'zbekiston Milliy kinofondini faoliyatiga katta e'tibor qaratish, ya'ni kino milliy merosimiz hisoblanganligi va ma'naviy xazinamiz hisoblanganligi munosabati bilan bu kinoni nafaqat uni asrab avaylash, balki yosh avlodlarga, kelajakka yetkazish choralarini ko'rish asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi. O'zbekiston Milliy kinofondini faoliyatini takomillashtirish maqsadida xalqaro andozalarga moslashtirish hamda misol uchun o'zimizning milliy merosimiz hisoblangan kinoni ommalashtirish asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Davra suhbatida Milliy tiklanish demokratik partiyasi va kinematografiya agentligi o'rtasida hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari ham muhokama qilindi. Partiya vakillari milliy kino merosini muhofaza qilishga oid qonunchilikni takomillashtirish zarurligini ta'kidlashdi. Shuningdek, sohada davlat va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, ilmiy qo'llab-quvvatlash va sarmoyani oshirish bo'yicha takliflar bildirildi.